Assalomu alaykum, hurmatli baliq shodlar, kapchon keshbozlari, dudlangan baliq yeyman ukalarimizga dudlangan baliq. Bu tasolopi talsolopi sortlari razmeriga qarab savdo bo'ladi, to'g'rimi ekan? Narxlar qanaqa bo'lyapti bugungi narxlar? 20 ming so'm, 20 ming so'm, 18 ming so'm, to'g'rimi? Bular necha kelaysiz talsoloplar? 8 9 6 7, mana bular 1 kilalik. 6-7 bular 800 800 gram. 800 gramdan 6-7 gacha, to'g'rimi? 20 ming, 18 ming, 15 minggacha talsolop bor. Tog'orada har bitta tog'imizda bor, bir 100-150 tadan. Kelasizlar, sveji qilingan, maza qilmaydigan talsoloplar. Keling, charchamang, sog' bo'ling, savdongiz kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatlar. Xudo xolasa sezon boshlandi, hurmatli obunachilar. Baliq ishbozlariga mana bu qanaqa baliq? Bo'g'la balig'ini xudo xolasa katta partiyasi keldi. 2,5, 2000, 1,5. Qarang, 1,5 mingdan boshlab 1,5 ming so'm, 2 ming so'm, 2,5 ming so'mgacha, to'g'rimi? Ichida bir 500 ta bor. Indamasdan. Saqlab qo'yganini qarang, mana qarang, mana. O'g'aylar yegan odam maza qiladigani. Xudo xolasa bu holada yil 12 oy bo'ladi. Svej olib keladi har kuni. Har doim. Bular qanaqa? Bo'g'lanmi ham? Bular dudlangan, bu tuzlangan. To'g'rimi? Bular narxlari qanaqa? 3000, 1,5. Mana 1,5 mingdan boshlab 3000, yirik 3000 gacha, to'g'rimi? Agar ko'proq olsa, narxini kelishtirib. Ya'ni ko'proq olgan odamga narx yana tushadi ozgina. Kelishgan joylari bor. Kelasizlar Chinoz baliq bozoriga. Ismingiz kim, xolajon? Nazokat xola uchasizlar, baliq chempionlari bo'ladi har doim. Charchamang, sog' bo'ling, savdongiz kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Mana bunaqa palichka deydi, baliqni. Ribni palichkalar bor. Bittasida 100 ta bo'ladimi? Bitta paketimizda 100 ta bo'ladi. Optim narxi qancha? Donasi 5 so'mdan 50 ming bo'ladi bitta boshqasi. 50 mingdan baliq palichkalari bor, maza qilmaydigan. Ana vitaminda bosh bolalarga foydali, ha? Kalsiy, baliq kalsiy bo'ldi, mana. Bunaqa variantlari ham bor, xudo olaman deganlar. Charchamang, sog' bo'ling, savdongiz kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Mana bu yerda sazanlardan qilingan dudlangan baliqlarimiz bor. Bu necha kiloli bular? 600-700 gramlik, o'ting. Narx-navosi qanaqa? Bular 20 mingdan, 25 ming. Bu 20 mingdan. Bu sazan ham 25 mingdan. Bunisi 30 mingdan. Sazan baliq dudlanganlari bor, okalar, narxi o'zga. 20 mingdan 30 minggacha, to'g'rimi? Maza qilib yeyish shirin baliq. Sazanniki bosh boshqa bo'lsa kerak o'zi. Qizlar ham gupillab turibdi-yu. Qidivash boshqacha ekan. Rahmat, sog' bo'linglar, savdongiz kuningiz xayrli bo'lsin, barakasi bersin. Assalomu alaykum, xormanglar. Bular sudak baliqdan dudlangan, to'g'rimi, xola? Mana sudaklar. Bu yirigi bor ekan bu yoqda. Mana bular narxi qanaqa bo'lyapti, xola? Bu yirikroq 25 ming, maydasi 15 mingdan xudo xolasa sotiladi. Bular hammasi sveji, yangi qilingan. Mana bular shundanmi? Mana bu asosan yog'li bo'ladi, go'shtli bo'ladi. Go'shtli bo'ladi. Qiltanog'i yo'q, yumshoq baliq. Yosh bola yesa bo'ladi. Ko'rich organizmga baliq kerak bo'lgan odam yesa maza qiladi. Bu narx qanaqa? 35 ming qilib. Bular 35 mingdan, mana qarang. Donasi, to'g'rimi? Kelasmas donasi. Optim narxda 30 ming, 35 ming har xil. Ko'rchi 15 mingdan boshlab 30 minggacha bor. Keling, charchamanglar, sog' bo'linglar, kuningiz xayrli bo'lsin. Okalar, mana xudo xohlasa sudak baliq yeyman degan akalarimizga, ukalarimizga, opa-singillarimizga, organizmga baliq kerak deganlarga dudlangan shirin baliq, yog'siz, ana bu suyagi bo'lmaydi. Maza qiladigan baliq narxi qarang, 10 mingdan boshlab 15 minggacha bor, to'g'rimi? Mana 10 mingdan 15 minggacha baliq, juda yumshoq baliqlar bor. Qopcha shundanmi? Malades. Nima baliq? Xastalikmi? Bo'ldi. Charchamanglar, sog' bo'linglar, kuningiz xayrli bo'lsin, bozoringiz bersin.